Hozir o'ng qanotdan jarima maydoniga yaqinlashildi. Yuqoridan pas manzilga yetib borayotgani yo'q, ammo ikkinchi taym bilan hujum davom etadi. Yana bir bor uzatma zarba yo'llanyapti va himoyachilar to'pni qaytarishdi. Keyingi zarba va gol. Darvoza ishg'ol etilyapti. Bunyodkor jamoasi vakillari Imeda Ashortiya. Mana o'ng qanotdan juda katta bo'shliq. Jarima maydoniga kirib pas. Yana Ashortiya. Va ikkinchi zarbasi yaqin burchakka bo'ldi. Darvozabon ulgurayotgani yo'q. Bu yerda ham o'zi Igor Gabriel qaytargan ekan. Ikkinchi davrada Ashortiya anchagina ochildi. Luis Kachorri ketgach yetakchiligini ko'rsatyapti. U Nasaf darvozasini ham o'tgan turda ishg'ol etganda